Hozirda bu libos sotuvda bo'lib, agar xaridor topilmasa, muzeyda saqlanadi. Allen tomonidan yaratilgan 150 kilogramm og'irlikdagi 97 mingta Swarovski kristal bilan bezatilgan $1 million libos moda olamida katta qiziqish uyg'otdi. Ushbu libosni yaratish uchun 9 oy vaqt sarflangan bo'lib, Parijdagi jamoa tomonidan ishlab chiqarilgan. Libosning og'irligi va murakkabligi tufayli uni Parijdan Melburgga 2 marta jo'natish zarur bo'lgan. Bu safar ham 4000-5000 AQSh dollar transport xarajatlarini talab qilgan. Allenning so'zlariga ko'ra, libosning narxi dastlab 2019-yilda $1 million ga baholangan, ammo inflyatsiya va mehnat xarajatlari oshishi sababli hozirgi kunda bu libosning narxi bir necha $100 ming dan ko'proq bo'lishi mumkin. Libosning og'irligi uni amalda kiyish qiyinlashtiradi. Shuning uchun uni ko'proq ko'rgazma asari sifatida qaraladi. Shunga qaramay, Birlashgan Arab Amirliklaridan bo'lgan mijozlar bu libosga katta qiziqish bildirishgan. Libosning dizayni an'anaviy va nafis bo'lib, yuqori yoqali va to'liq Swarovski kristal bilan qoplangan. Har bir kristal qo'lda tikilgan bo'lib, bu jarayon 6 oy davom etgan. Allen aytishicha, bu libosda hech qanday mashina ishlatilmagan, barcha tikish ishlari qo'lda bajarilgan. Ushbu libos 2025-yil mart oyida moda festivalida namoyish etilgan bo'lib, tomoshabinlar va moda mutaxassislar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olingan. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu libos o'z narxiga arziydimi? Bu videoni kimga yuborishni bilasiz?